Xo'jayinim ekoga 100% qarshilar. Agar qilib bilsangiz, tabiiy homilador bo'lishimizga yordam bering, bo'lmasa kerak emas degan bemorlarimiz uchun ma'lumot. Ba'zan eko qilish ulardagi uzoq yillik bepushtlikning sababini aniqlab berishi mumkin. Bir qarashda oddiy holat. 6 yillik birlamchi bepushtlik bilan bemorimiz bizlarga murojaat qilib keluvdilar. Tekshirganimizda xo'jayinning urug'larida 0 ekanligini ko'rdikda, tez amaliyotini qilib urug'larini yig'ib oldik. U amaliyotni qilishdan oldin tekshiruv qilganimizda bemorimizda genetik kasallik, ya'ni 46 ta XY xromosoma bo'lsa-da, ichida inversiya borligini ko'rdik. Xromosomalarning yelkachalari almashib qolganligini ko'rdik. Shu bemorimizga genetik tekshiruv kerakligini bizlar bilib oldik. Bu bemorimizda tabiiy homiladorlik hech qachon yuzaga kelmaydi. Agar homiladorlik yuzaga kelishini xohlasalar, albatta 100% holatlarda eko qilib, unda ham nima uchun eko qilish kerak? U 2 yoshdan paydo bo'lgan embrionni albatta genetik tekshiruv qilib, keyin bachadonga qo'yilgandagina homiladorlik yuzaga kelishi mumkinligini bildik. Ushbu bemorlarimizdan 3 ta a'lo sifatli embrionlar paydo bo'ldi. Genetik tekshiruvlarni ham qildik. Javobini kutyapmiz. Xudo xohlasa yaxshi embrion bo'lsa, ya'ni sog'lom embrion bo'lganidagina uni bemorimizni bachadonining ichiga qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, ba'zan oddiy eko bilan bepushtlikni mana shunaqangi jiddiy sababini aniqlashimiz mumkin. Bizlarga eko kerak emas degan gapni yig'ishtiring va albatta malakali shifokorga murojaat qiling. Salomat bo'ling.